birinchi blogni yana boshlashga qaror qildim. Ikkinchisi endi upload bo'lyapti. Va bir haftadan keyin upload qilinadi-yu. Bizda orqada ko'rib turganlaringdek narsa zakaz qilganda shu deliverylar, pochtalar keladi. Hamma olib ketsa bo'ladi, hech kim bir-birimizga tegmaydi. Hozir bitta o'rtog'im kutyapman. Video masalasi bo'yicha hozircha muzika ishlatmasdan turibman. Ramazon keyin copyright, ya'ni YouTube'ga o'zida muzikasini olish kerak. Shular harakatidaman. Xullas shu ovqatlangani. AirPods'im bor ekan jo'ndagimda. Xullas, buni obzor qilib bersam, sizlarga yurib turgan joyimda mana svetofor bor. Xullas, mana teskarisini ham kiysa bo'ladi, o'ngisini ham kiysa bo'ladi. Shu вообще-то buni o'ngisi bo'lmaydi, ikkovsi ham o'ngi. Xullas, shunaqa kiyib, milliyligida saqlagan holda. Shuni muzika deb tasavvur qilinglar. Вот это наш университет. Mana she'r bor-ku, she'rcha. Shuni men katta tasavvur qilgandim. Shunaqa ekan, katta-yu, lekin vashi katta deb tasavvur qilgandim. YouTube'da ko'rganimda to'g'risi. Jallik bitta gul do'koni. Couple'lar gul olsa bo'ladi yoki bitirib turganda gul sovg'a qilgani, sizlarchina gulsiz kelgan bo'lsalar, men tabriklagan kelaringda ham katta guldan olib kelinglar. Xullas, 7-Eleven magazin va to'la kafenya, eshik tang, oshxonalar bor. Xullas, men kirdim. 50 ming won pulim bor. 50 dollar atrofida. Ovqat zakaz qildim, baliqli. Va menga nima berishdi? Bu 4-raqam. Agar ovqatim tayyor bo'lsa, budilnik. Mana. Taqa. Ular Telegram kanalimga yemakdim. Batta fast foodlarda yemakdi, burritolarda ham. Lavash ichiga, shoqan ichiga guruch solingan. Hamma joyda guruch bor. Sizlar ham agar lavash ichiga nima solayotgan deb o'ylanib turgan bo'lsangiz, shunaqa guruchni qaynatib solsanglar yaxshi chiqargan. Bugungi kun alhamdulillah yaxshi o'tdi. Mana bu kafeda bubble tea ichdim, lekin menga bubble yoqmadi to'g'risi. Chunki har bitta ichganimda bubble tealar yoqmadi xullas og'zimga, lekin bubble tea yoqdi. Biz hozir Beckham Library'damiz. Bunda shovqin qilish mumkin emas. Mana haykal. Osmon. Arqa tomonda lounge bor. Bu yerda ham ikkinchi etaji bor. Mikrofon solishdi. Bu kechasi 11 gacha ishlaydi. Shunaqa. Kirishda karta bilan kirish kerak. So'rab qilyapman. Dem qism obzor qilyapti. Ko'pchilik aytyapti. Yaqin qo'yapsiz kamerani. To'g'risi men o'zimni ko'proq ko'rgim kelyapti. Hatta lift bor. Uzoq shoxda. Keyin futbolam bor bizda. Wow. Yaqsam podval obzor qilib ko'rlaymi?
Keyin kutubxonamiz shunaqa joyida, chiqadigan podyezdida bunaqa setka bor. Har bitta etajiniki shu studentlar o'zidan stressdan tashlamasligi yoki birov yiqilib ketmasligi xavfsiz shunaqalari bor. Plus for safety reasons. Xavfsizlik sabablariga ko'ra. Hammaga salom vlogdagilar. Bugun 14-mart bizda obed. Ertalabman turib darslarimni eshitdim. Yana darslarim bor kechga. Xullas, bunda sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam. O'zimni partam orqasida olyapman, chunki matdagi bitta xitoylik qiz xullas yonam bas mani уже. Chunki bitta problemalar bo'ldi bilan. Men o'ylaganimdek chiqmadi. O'zi ba'zan odamlar ham shunaqa chiqadi, boshqacha maskasini ko'rsatishni boshlaydi. Bu haqida boshqa videoda to'liq aytib beraman, lekin bu muammoni biz hal qildik. Men, keyin boshqa o'zbek qizlar, keyin rus qiz, вообще. Plus долгая история. Mana bunaqa sendvich bor ekan, ikkita chiqar ekan. Xullas qulupnoy, yogurtli. Koreyadagilar shunaqa tatib ko'rishgan bo'lsa kerak уже. Uncha O'zbekistonda bo'lsa ham yaxshi. Kelishlaringni oldin shunaqa produktlarni obzorni ham qilib berish mumkin, yeb. Xullas yaxshi ekan. Men darsimga ketyapman. Biron video bo'ldi. Shu zinalardan chiqib tushish. Bu ko'zoynagim ham quyoshda qorayadi. Yana darsga birinchi bor o'zim sinfga bor ekanman. Darslardan keldim, juda ham qiyin ekan. Chunki u katta kurslarda dars ekan. Idrok qilish niyatim bor. Xullas, menga pasalga kelgan. SMS kelganda xolos qizil skochga o'ralgan deydi. Batcha juda ko'p qizil skochga o'ralgan. Mana bittasini olish kerak. Guys, qaranglar, endi qarayman bunaqalarni o'qiyman desam, mening ismim Muslima turgan ekan. Juda zo'r. Olib ketamiz, buni raspakowka qilamiz. Men juda ham xursandman. Shunaqa chetga bo'lsa ham menga sovg'alar jo'natilgan, alhamdulillah. Odamning borligi uchun I'm so happy. Alhamdulillah. O'rtoqlar, meni aytganda Xitoylik o'rtog'im menga battar yaxshi gapiryapti. Kiyimlarim maqta. Bu kiyimlardan ancha yurgan bo'lsam ham narsalarim kesam konfetlar berib, eshiklarimni ochib berib, bunday kodini yozyap tursam-chi, ting bo'ladi-yu. Kodini yozib ochib. Вообще. Bironta odamga yaqin bo'lish uchun birinchi bilan urushib, ko'rsatib, xarakterda keyin yaqin bo'lish kerak ekan. Keyin yana bitta narsa, Koreyadagilarda doim osilishadi, nima yeyish, nima ichishiga. Biz masalan tilda bilamiz-ku, yoki bilib turib yemaymiz-ku. Bunaqa yeyishimda ham har xili bor. To'g'ri, go'shtligi bor, keyin bu mayonezligi, ichida hech qanaqa go'sht yo'q. Keyin tuxumligi bo'ladi, keyin go'shti ham 3 xilligi. Baliqli, tovuq go'shtli, mol go'shtli, keyin bilasizlar, cho'chqa go'shtli bo'ladi, lekin men unaqa olmayman. Men xolos baliqli olaman yoki shunaqa mayonezligini olaman. Shunaqa savatligi bo'ladi. Va salfetka kerak deganda va o'zimga suvim olib chiqdim. Buni mikrobolkaga qo'yamiz. Biz nihoyat ko'chaga chiqdik. Xitoylik bilan biz ketyapmiz. Ovqatlangani, shopping qilgani. Wow, it's beautiful. Look at this. Roads leads to Roma. Do you have this sentence? Each one. Mana bitta biz babushka topib oldik. Bali. Bizga qatga yaxshi restoranlar borligini aytib kelyapti.
Very scary. Mana vlogimga sizlarda unaqa qilib, uni uchovsi uchrashmoqchi. Sharmandalar. Kenchana, ding ding ding. Ding ding ding. Kenchana. Ding 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 ding. Mana Olivia, hammasi Daiso'lar bor. Ko'chalarda mana ovqat izlayapmiz hozir. Buraya chiqsak, bitta hech nima yo'q va bitta parking zona. Bu tarafdan ketamiz. Yeah. Music is so great. There's Dunkin' Donuts, donutlari bor, amerikanskiy. Biz KFC qidiryapmiz, mana topdik KFC. Wow! Ben chickenlik burger aldım. Wi-Fi qidirib turgandim, mana shu yozib qo'ygan ekan. Hozir o'zim kelib ochdim. Mana pul to'lagan uchun kassadan qildim. Men уже yeyapman. Bu endi kutyapti. Bu avtomatdan to'ladim. Qo'shig'imni kartonda bergan uchun men tushuntirib berdim, qo'shig'ligini bilmadi. Mana. Dengozer? Okay, ya. Biz KFC'dan chiqdik. Olivia'ga tepaga chiqish kerak, lekin biz pastni ko'rib qoldik shunaqa. Juda ham chiroyli joy ekan. Desam, Matihaga qaraydi. Rasmga tushgani kelsa bo'larkan. Chiroyli kiyimlar kiyib. Ji Chang-wook degan aktyor. Mana Olivia. Yeah, everything. Popular. This one. Wow. With Clio. How much does it cost? Oh. Shuncha narsa oldim. Alhamdulillah. Where is it? Just for vlog. 이거 공항에서 하면 돼요. Okay. 감사합니다. Let's go. Biz chiqdik, shopping qilib xursandmiz mana, alhamdulillah. Wow. Lift. Biz universitetimiz oldi, o'zimning militsiyasi ham bor. Biz Urimart degan do'konga kirdik. It is clock. Soat. Electric. Yeah. I'm gonna try. Keldik. Bizda karta bor, lekin shunaqani ko'rmoqchimiz. Mana bularni to'liq raspakovkasini Instagramga post qo'yaman. Lekin bitta narsa aytib o'tishim kerak. Menga koreyskiy kosmetika juda ham yoqdi, chunki bittasini olganda uni oldiga qo'shimchalari bilan chiqdi har bittasi. Buni ichida ham bunaqa narsalari va bu ham kisi bilan bu kushonni ichida kushon bo'lsa ham korobkasidan yana bittasi chiqadi.
menga juda ham yoqdi va Olivierda chet ellik bo'lganim uchun mana shunaqa ham berishdi. Bu tax refund. Agar aeroportga ketib turganimda buni topshirsam, hamma cheklardi menga pulimni, shu soliqqa olgan pulini qaytarib beradi. Bu meni birinchi assignmentimda homeworkim, ya'ni uyga vazifa. Menga yoqdi bunaqa. Chiqishib maqtab turadi-da, bironta narsa qilgan. Ko'proq dars qilishga undaydi mana. Endi qolganlar bor. Bularga endi keladi. Endi boshqa darsga o'tamiz. Mana bu darsni men oldindan tugatib qo'yibman. Mana. Buni ko'ramiz. Bugun quyosh chiqyapti, yomg'ir yoqqan ertalab. Havo sovuq bo'lishiga qaramay, umuman chiroyli. Voh! Voh! Shaharda o'rtasida tog', faqat Seulda. Stolda Kompos kofe ham bor, Beger kofe ham bor. Ichogi, brown, komul.
almashtirgan keldik dollardan wonga. Koreyslarda dollaringiz bo'lsa ham, любой shopga, marketga kirsangiz, dollar olmaymiz deyishar ekan. Bizda bo'lsa, ha, olamiz, opa deb olishardi, lekin bular yaxshi, tilini ham, pulini ham o'zini ustun qo'yar ekan. Kapiko oldim. Kamida. Mana shu yerdan oldim. Sizlar bilan hozir Kapiko tatib ko'ramiz. Dramalarda bilsalaring kerak, Kapiko. Men o'ylagancha lekin ta'mi kofeli qand ekanda. Yotdik. Kamerani o'chirib qo'ydim. Kofeli qand energiya beradi. O'zbekistonda ham sotadi lekin olsa bo'laman, opaman O'zbekistondan olib yeydilar. Xullas buni dramalarda charchadim, Kapiko yedim. Kapiko yegandan keyin kuchga to'ladi. Mana shunaqa reklama qilishadi. Xullas biz obed qilib yotoqxonaga qaytdik va kurtkani kiyib oldim chunki namsani bilasizlar, tog'da juda ham sovuq bo'ladi. Ayniqsa bugundan sovuq tushdi. Qor yog'ish ehtimoli ham bor ekan. Biz xullas bitta katta, bitta chekuvchi. Bitta shokka tushadigan, bitta jim, bitta baland gapiradigan ketyapti. Arkada. Oh. Ayaklarımız. Ramazan ikili yapmaz. YouTube'ga hakikaten alış gerek. Sabada. It's gonna destiny to non-G. Partiyanın naskiler orası reklamı buladı videomda. Boys or flowers they use. Wow. Biz tushdik mana. Вот, mashta olingan True Beauty dramasi ham. Mana shu yerda qizni yogurtda tushib qoladi. Bitta bola bilan o'tib ketib turganda. Bizda shamol juda ham yomon, shapkani kiyish kerak. Men ayam dadaman bu vlogni ko'rishadi. Ayam dadaman bu vlogni ko'rishadi. Mana shapkani kiydim. Rahmat dada bugun shapkani kiydiganingiz uchun. Wow, bu amazing view'ni kameraga yetkazib bera olmaydi. Kelish kerak bu yerga. Mana marka Parichkalar kelib turib, ismlarini yozishadi, keyin sotib olishadi. Bunaqa vloglar. Lekin Daisoda olganda arzonroq. Mana hamma joy locker.
Hozir ko'rsataman viewni sizlarga. Vaa! Mana view deb mana. Pro Max kuchi. Ana qizil svetofor yoniqligini ham ko'rsatyapti 15 Pro Max. 감사합니다. Shunaqa gift shop bor ekan. Squid Game daqa shunaqa kukulkachalari. Aytgancha 25 ming won ekan. Ya'ni bitta 0 qo'shsalang o'zbekcha so'mga aylanadi. 250 mingdan bir donasi. Wow! Menga shunaqalar to'plash juda yoqadi. Borgan mamlakatlarimdan. Umuman dahshat. Mana ko'rsak. Namsan Tower'dagi cho'tka. Men yaxshi ko'radigan termiz ham bor ekan, kichkinalari. Sumkalari va t-shirt, caps. Mana Squid Game'dagi haligi 70 mingga, ya'ni 7 ming won, 70 ming so'mga sotilyapti. Beriladigan ichida pechenye bo'ladi. Men uchun boramiz qirg'og'iga. 사랑해요, 소. Biz tushib ketyapmiz endi. Qulog'imda bitta muzika yangrayapti. Dadam bilan ham to'ydagi muzika bu. Ularni eslab, xudo xolasa shetga olib kelish haqida o'ylayapman. Shu devorda ham tinch qo'yishmabdi. Hech kim yozmayapti, o'yib yozaman. 감사합니다.
Daha ko'ramiz. 17 ming ekan. Judayam chiroyli. Bular mani silni basimcha lekin. Mana shular вообще klass. Pushti, qorasi. Pushti bilan bu ham buncha yoqmadi. Vau, dahshatlari bor-ku. Mazza. Oh, mana xuddi shunaqasini qolib kelgan. Jichi rangi bundan chiroyliroq, bunaqa rangiroq. Van sovg'a qilgan. Bu kadar I love Korea degan manda ham bor shunaqalar. Biz uyimizda bunaqa ham bor. Xalasinlik opishtirib qo'ygan. Biz hozir tushib ketyapmiz. Dadamga сообщение yozib tursam, mana internetga ulanib ketdim. Qo'lim sekin yozyapti. Slom 05 da. Bittamiz qolsa bittamiz qolib ketaverar ekanmiz-da biz. Biz nihoyat keldik. Ben iyi aşk olmak ister misin? Güzel ayladı, beni hoşlar ayladı. Özbekçe muzika. Xitoylik yana mehribonlik tutib qoldi. Menga sut beryapti. Rice tiki, guruchli. Cho'qim. Qamsam. Bismillah, test qilamiz buni. Ajoyib ekan. Nimaga o'xshaydi deyman? Suvga slivki solasizlar-ku. Yeah, sweet, but I kind of don't like it. Suvga slivki solib, jicha shakar solsalar xuddi shunaqa mazza bo'ladi. Men qizarib ketganman bugun Namsanda rosa bunaqa qilganmiz, yurganmiz. Butun betimni qo'yolmayman, qo'yalar ekanman, yaxshi. Mana bitta bratishka. Guys, biz Namsan Towerga chiqqanimizda yaxshi ham cable carda chiqdik, piyoda bas. Chunki cable carda chiqsam ham oyog'im og'riyapti, lekin piyoda chiqqanlar rosa kommentariyasini o'qidim TikTokda. Xullas 2 kun og'ritdi. Mana ham 2 kun bas 1 hafta og'rirdi agar. Hozir minavazin suramiz. O'zbekistonda olib kelgan minavazin bor. Guys, aytib qo'yaylik, bugun hozir uxlashga harakat qilyapman, lekin bugun Namsanga borganimni eslasam uxlamayapman-da. Qanday u 15 yillik orzuga erishdim-da. Ko'p narsalar yo'q. Mana yaxshi ko'rgan mashinam oq kedik. Birinchi marta ko'rdim oq kedikni, lekin qora tushdi, keyin serisini ko'rgandim. Ben xonadan chiqdim. Endi darsimga ketyapman.
chiqqanda voydot chekuvchilar uchun xona va skameykalar mavjud. Shunaqa ma'lumotni aytib ketay, bironta foydali. Chekuvchilar bir-biri bilan networking qilishadi, gaplashib. I met one girl, Uzbek girl. I thought she was Russian. Rus qiz deb o'yladim, lekin o'zbek, koreyan. Biz hozir ovqatlangan ketyapmiz. Вот, ovqat keldi. Bismillah. Xullas, bizda mana snowing 18-mart kechqurun. Vau! Dahshat. Men xullas bahorgi semestrga kelganim uchun qorni ko'ray deb turdim. Bahorda qor nima qiladi? Mayli endi cherry blossom, ya'ni gullagan daraxtlar paytida ko'raman, keyin bir yildan keyin qishda ko'raman desam, qor yog'yapti, atrofda qor. Baba Koreyada qor boshqacha bo'ladi-da. Romantichskiy winter sonata, qish sonatasi. Lekin romantichskiy bo'lganiga qaramasdan kirib dars qilish kerak. Mana o'zbeklar bugun ro'za tutishadi. Ana lampochka televizion uchun mana Xitoydek maza qilib yotsa ko'rpasin deyiladi. Uxlayapti, ba'zan ko'zini ochib menga qarab qo'yadi, kitob o'qiyapti turib. Mana narsa buni xalasinda turadi. Нет. Shunaqa bitta o'zbekcha kitob bor edi, tugatishim kerak. Ro'za tutamiz, biz qayta borishmasa bo'ldi. Bu yuqori yog'ordi biz ro'za tutishimizga. Вот наш омлет. Hintlar tomon. Kamera bu hidni yetkazib bera olmaydi xullas. Bizda qor yog'yapti. Shapka, kurtka. Birinchi darsim soat 1da politika bo'ladi, keyin 7da 9da tugaydi. Kechqurungi dars bor. To'rtinchi etajga chiqish kerak. Xullas bizda politika darsi tugadi, juda ham qiziq o'tdi. Har xil jamoaga ajraldik. Bizda koreys, o'zbek, men keyin etnik koreys, keyin Nigeriyadan shu o'quvchilar bor edi, qildik. Men gapirib berib, har doimgidek o'zi 3 haftadan beri men gapiryapman, faqat turib nima gaplashganlarimizni bizniki yaxshi country chiqdi. O'zbekistonga o'xshagan, ya'ni qonunlari zo'r chiqdi. Hozir libraryga boraman, darsimni qilib, keyin kechqurungi darsga o'tish kerak.
Mana shu libraryimiz, ya'ni to'saqxon, kutubxona. Ko'rinishi ana MIT boru, Massachusetts Institute of Technology. Xuddi shuni ozg'in ko'rinishida nimjig'lab qo'yganga o'xshaydi. Bitta 7-Eleven bor. Bayklar, приложениyadan pul to'lab ishlatib, universitet bo'ylab haydayversa bo'ladi. Bu HIT, Institute of Technology, Hanyangki. Keyin bizda FTC bor, data scientistlar o'qiydi. Medicine bor, human ecology. Men engineering buildingdan chiqdim. Unda yana bitta civil engineering bor. O'sha yerga boraman bugun darsga. Understanding of new business environment bo'lsa ham engineering binosida bo'ladi. Bunaqa libraryga kirdim. Shunaqasida o'qiymiz. Men plazaga ketyapman. Og'zichoqlarga yaqinlashyapti. Orqada eshiklar bor, yopilib qo'yadi. Har doim shu eshikka qisilaman nima. Meni qisib qoladi. Uyga qisganmi? Sizlar ha deyman. Juda ko'p. Xullas, Koreyada iftorlik shunaqa kimbap bilan 7-Elevendan sut oldim va mana shunaqa view atmosfera. Toshxonadaman. Yarim soat ichida yeb olishim kerak, shuning uchun shunaqa ovqat oldim. Suyuq, katta ovqat yeyolmasdim to'g'risi tezda. Buni shopkani hech kim kiymayapti. Hech kim shopka kiymaganmadi. Keyin kecha ramyon bilan yopdim-da men. Qolganlar tuxum qovurdi, lekin men tuxum yedim, ramyon ham yedim. Ramyonni 6 minutdami, 7 minutdami yeb qo'ydim-da. Hamma gazlar to'la edi, hindlar
oshxonada hammasini ishlatyapti yo'lda. Biz o'zbeklar shu tuxum qo'rgandan keyin jichchigina vaqt qoladi, o'shani ramyonni qilib issig'ida shunaqa shunday olib yeb tashladim. O'zim hayronman, yangi rekord. Mana qorin to'ydi. Alhamdulillah. Endi nariga darsga chopish kerak. 10 minut qoldi. Alhamdulillah bugungi kunim uchun. Xullas meni telefonimda olganimda kartam tushib qoldi-da. Student kartam. Agar yo'qolsa 3000 wonga yana tikilsa bo'ladi, lekin конечно ehtiyot qilish kerak. Shunday orqamdan bitta koreys bola olib kelib berdi. Shunday naqa bilan olib kelyapti-da. Nima deydi? Mehribonchilik bilan. Agar mosurim tushib qolganda ham berganida tushib qoldi deganda oborardim lekin. Las mana yetib keldik. Darsga ham, darsda binosiga ham. Xullas bizda hamma eshiklar karta bilan ochiladi. Mana ajoyib bino edi yangi. Xullas. Oh yes, it's for my blog. Kartamni qo'ydim, ochdim. Hamma joylar ochilib ketsa, shu kartam bilan o'zi ochiladi. Va boshqacha filmda. Xullas, yana xullas deyapman. Vlogimda gapiring deyapti, gapiryapman lekin komment qoldirmanglar yomonlab. Bo'lib o'tgan narsalar haqida gapirsam. Mana uyim. Go for it. Thank you. It's for YouTube vlog. Tugadi dars. Dancing is what they call you. Hech kim yo'q. Batlarga kelish uchun do'q bor. Do'q bo'lish kerak deyishadi menga. Kechasi ham kelaveraman men baqa. Menda o'sha do'q bor. Xullas, men uyimga ham kelib oldim. Dars qiziq o'tdi, rosa ko'p energiya oldi dars. Koreys, Mongoliya, Xitoy, keyin bitta o'zbek, keyin bitta men. Gruppa bo'ldik. Xullas, har xil gruppalar bo'ladi. Jami 8 ta jami gruppa bor. Bitta mavla ichida dahshat gruppa bo'ldik degan bittaman. Endi video montaj qilib qo'yman. Bugungi vlog tugadi. Tables turn and you're on your own. When I think about the way